Assalomu alaykum Ilon baliq Toshkent kanali obunachilari hamda ilon baliqqa qiziqib daromad qilaman degan aka-ukalarimiz diqqatiga. Xudo xolasa mana lichinkalarimiz yana keldi. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, soni cheklangan. Sababi kelganda ketib qolyapti. Hozir mana suv ozgina qizib qolgan ekan. Ozgina shu ko'p emas. Mana ozgina suv yangilab, ozgina haroratini to'g'irlab qo'yapmiz. Xo'p, akalar buni yangi boshlaganlar uchun eslatib o'taman. Nima yeydi deydigan bo'lsanglar, buni yemishi mana hozirgi holatda tovuq jigarlarini 4 martalab shu chopperda misrovkada o'tkazadigan bo'lsangiz, juda ham bir quyuq qandaydir nima desam ekan, qonday bo'lib qoladi. O'sha jigar o'tkazganingizda 4 martalab o'tkazganda, ana shuni bir marta berishlik qilib salafanga solib muzlatib qo'ysanglar, sindirib beraverasizlar akalar. Ayni shu yeyman deb turgan payti esingizda bo'lsa, kichkina lichinkalarni, ya'ni ikrasidan chiqqan lichinkalarni sotuvda qo'ygan paytimizda, shu ijtimoiy tarmoqlarga joylashtirganimizda kattasidan yo'qmi deb rosa so'rashgandi. Akalar mana kattasi sira uchun ulgurib qolinglar. Xudo xolasa baliqlarimiz aktivniy holatda, bersin yeyman degan holatda turibdi. Razmerlari 5-6 santimetrlik bo'ladi. Mana baliqlarimiz sog'lom, yurishini qaranglar. Ko'zni quvnatadi. Bu xudo xolasa bu sohaga kiradigan bo'lsanglar, ya'ni ilon baliq boqishga kirib shu oxirgacha hamma narsasini o'rganadigan bo'lsanglar, bemalol bitta oilani kam ko'sti bo'ladimi, orzu havoslari bo'ladimi? Avvalo Alloh xudo deb aytiladi. Hamma shu natsam orzu havoslarga erishishligingizga bir sababchi bo'ladi. Bitta katta biznes qilib olsanglar ham bo'ladi, xudo xolasa akalar. Doimiy qilib yursanglar ham bo'ladi. Bitta odamga, bitta oilaga bitta hunar degani. Mana akalar. Balolarimiz bersang yeyman deb turibdi. Xudo xolasa shu jigar berib, matil, muzlatilgan matil beradigan bo'lsanglar, xudo xolasa tez orada natijasini ko'rasizlar. Sezilarli darajada natija qilib beradi. Bir yilda qancha bo'ladi, qancha ves oladi degan aka-ukalarimiz diqqatiga, bir yilda mana shu xuddi mana shu lichinkalarimiz oldi 1 kiloga boradi. Indamasdan 1 kiloga boradi. Masalan, deylik 1000 ta oladigan bo'lsangiz, 1000 taning ichida hammasi ham bir xil katta bo'lmaydi. Har doim so'raganlarga videolarni aytib o'taman. Ilon baliq xishlik bo'lgani hisobiga bir xil katta bo'lmaydi. Ba'zilari chaqqonroq bo'ladi, ba'zilari ozgina bo'shroq bo'ladi. Shu chaqqonlari 1000 tasining ichida masalan deylik 300 ta, 400 tasi 1 kilo bo'ladi. Taxminiy hisobda aytyapman. Qolgan nimasi aksariyati asosiysi deganim 500 gram, 600 gram shu ves oladi akalar. Bemalol xohlasanglar shu kattasini kiloga sotib, yo bo'lmasa kiyimga olib qolsanglar bo'ladi. Xohlasanglar mana, xudo xolasa endi o'zingizlar bilasizlar. Iloji boricha buni go'shtga qiladigan bo'lsangiz, nima desam ekan, 1000 ta balig'ingiz 2 kilodan bo'lganda ham hozir mana o'rtacha hisobda shu kecha kunduz bozorlarda 65 ming, 60 ming shu atrofda sotilyapti. 1000 tasi 2 kilodan bo'lganda ham o'zingizlar bu yoqni hisoblab boraverasizlar. Bu aytganimdek, bemalol bitta oilani ro'zg'orini tebratishga, orzu havaslariga erishishlikka bir sababchi bo'ladi bemalol. Foydasi yaxshigina. Buni 1 yil emas, 2 yil emas, doimiy. Misol uchun farzand bor hammani, misol 2 tadan, 3 tadan. 2 ta farzandingizni mana shu narsaga mas'ul qilib qo'ysangiz, faqat endi bu hisob kitoblarda shu orzu havaslarni juda ham bir chiroyli qilib tuzib qo'yamiz, plan tuzib qo'yamiz, lekin hammasiga mehnat, ozgina shu parvarish, e'tibor kerak bo'ladi. Xudo xolasa akalar olinglar. Juda ham bo'ladigan ish. Mana biz shu sohaga, ya'ni baliq sohasiga kirganimizga mana juda ko'p bo'lmadi. Adashmasam shu 2 yil, 3 yil bo'ldi adashmasam. Bundan oshmagan bo'lsa, xo'p, xudo xolasa yaxshi, yomon emas. Natijalari Allohga shukr, o'ylaganimizdan ham ko'ra ko'proq bo'lyapti. Iloyim hammaniki shunaqa bo'lsin, hammani shunaqa holatga yetkazsin. Xudo xolasa akalar, shu baliqlarimiz sotiladi. Bemalol aloqaga chiqinglar. Kelganda ketib qolyapti. Ulgurib qolsanglar, xudo xolasa juda ham bir manfaatli bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, kuninglar xayrli o'tsin.